5-0 va Barselona Ispaniya Superkubogi finaliga yo'l oldi. Umuman jamoalar o'rtasidagi tafovut juda ham katta. Mana ko'ryapsiz. Messi deyapti, mana kayfiyatni ko'ryapsiz do'stlar. Mana Mana shunday futbol bayrami do'stlar, Saudiyada Ispaniya Superkubogi Barselona zaxira bilan o'ynadi va shunga qaramasdan birinchi taymning o'zida do'stlar 4-0 bu shunchaki dahshatli hisob. Ikkinchi taym Lamine Yamal tushdi. U gol urmagan bo'lsa-da, bilasiz, u kecha mashg'ulotlarni o'tkazib yuborgan. Bilmadim, arab tilida do'stlar Real Madrid haqida nimadir dedi. Hozir mana shu yerda bir Real Madrid muxlisi turgandi va Barselona muxlislari uni o'rab olgan holda bugungi g'alaba bilan tabrikladi. Real Madrid muxlisi esa umuman agressiya ko'rsatgani yo'q. Do'stona munosabat, futbol mana shunday do'stlar, yaqinlashtiradi hammani bir-biriga va ertaga xuddi mana shu King Abdullah stadionida biz Madrid derbisini Real Madrid hamda Atletico Madrid o'rtasidagi dahshatli o'yinni ko'ramiz va ikkinchi finalchining nomini bilib olamiz. Hamma El Clasico kutayotgani aniq, lekin ertaga bo'ladigan o'yin do'stlar umuman boshqacha. Bugun Atletik Bilbao umuman na hujumda, na himoyada qarshilik ko'rsata oldi Barselonaga. Barselona yanada ko'proq gollarni urishi mumkin edi. Unai Simon Ispaniya terma jamoasining birinchi raqamli darvozaboni, menimcha bilmadim so'nggi o'yinlarda do'stlar Joan Garcia adashmasam bittami yoki ikkita seyv qildi, lekin Unai Simon menimcha faoliyatidagi eng yomon o'yinlardan birini o'tkazdi. Barselonadan super g'alaba va Ispaniya Superkubogi finalida o'ynaydi Barselona.